Assalomu alaykum hammaga. Demak, keyingi darsimiz AIS sistemasidan bo'lgan buyruq haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, AIS sistemasini boshladik. Birinchi gapiradiganimiz buyruq haqida. Xo'p, buyruq lotinchasiga renalis, yunonchasiga nephros deb ataladi. Nefron yoki nefro deb ataladi. Demak, mana shunaqa nomlari bor. Demak, har doimgidek buyrakni bo'shliqli a'zolar sifatida ko'radigan bo'lsak, o'sha splanoxnologiya ichki organlar deyarli barchasi o'sha galotopiya, sintopiya, skletotopiya haqida barda gaplashayotganda buyrakda ham xuddi shunaqa ekan. Xo'p, buyrak galotopiyasi. Buyrak qorin bo'shlig'ida retroperitoneal holatda joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni buni avvalgi darslarda ham gaplashganmiz. Buyrakda o'sha organlar o'ralishida aytib o'tganmiz. Xo'p, sintopiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, buyrak ko'plab organlar bilan chegaradosh hisoblanadi. Aynan o'ng va chap buyrak alohida, demak, e'tiborga molik. Chunki bilamiz, buyrak juft parenximatoz a'zo sifatida qaraladi. Uning og'irligi 150 grammdan ikkala buyrak 300 gramm tashkil qiladi. Uzunligi 12 sm gacha boradi, eni 6 sm, qalinligi esa 4 sm gacha borishi mumkin. Xo'p, mana shu holatdagi buyrakni, demak, quyidagi organlar chegaralaydi. Ya'ni chegaradosh hisoblanadi. Dedik, renalis dexter, o'ng buyrak haqida gaplashsak. Rasmga qaraydigan bo'lsak, o'ng buyrak. O'ng buyrak. Mana bu yerda buyrak turibdi. Demak, qo'ng'ir qizg'ish rangda, yuqorida jigar. Old tomondan esa, demak, flexura colica dextra chegaralanganini ko'rishimiz mumkin. Buyrakni endi nomma-nom, ya'ni lotinchasiga chegaralarni aytib o'tsak, extremity superior degan qism bor. Hali buyrakni qismlarida gaplashamiz. Extremity superior tomondan, demak, buyrak usti bezi. Bundan tashqari yuqori tomonda jigar chegaralaydi o'ng buyrakni. Old tomondan flexura colica dextra chegaralab turadi. Mana shunaqa chegarali organlar, chegaradosh hisoblanadi mana shunday. Chap buyrak esa demak, renalis sinistra quyidagi a'zolar bilan chegaradosh. Rasmga qaytadigan bo'lsak, demak, renalis sinistra old tomonda xuddi shunaqa flexura colica sinistra bilan chegaradosh yoki flexura linealis ham deyiladi. Ya'ni o'sha transversusni pars descendensga o'tayotgan joy, kolonning. Xo'p, old tomonda demak flexura colica linealis bilan chegaradosh ekan. Yuqori tomonda esa extremity superior tomoni esa gaster hamda oshqozon osti bezi bilan chegaralanadi. Margo lateralis qismi, buyrakning margo lateralis qismi esa taloq bilan chegaralanib o'tib ketishini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday chegara. Pastki qismi, extremis inferior esa ichakning pastki, ya'ni pastki qismi ichaklar, ingichka ichak bilan chegaralanadi. Mana shunaqa chegaradosh hisoblanar ekan. Bu sintopiya jihatdan, skletotopiya jihatdan ko'radigan bo'lsak, o'ng buyrak chap buyrakka nisbatan pastroqda joylashadi. Rasmda ham ifodalangan. Endi sababi nimaga desa, chunki o'ng tomonda jigar joylashganligi hisobiga o'ng buyrak nisbatan pastroq. Mana bu. O'ng buyrak nisbatan pastroq, chap buyrak nisbatan yuqoriroq. Sababi yuqorida jigar borligi sabab deb aytib o'tyapmiz. Skletotopiya, demak, o'ng buyrak toraks 12 dan lumbal 3 gacha bo'lishi mumkin, chap buyrak esa nisbatan pastroqda joylashgan bo'ladi. O'ng buyrak nisbatan pastroqda, ya'ni demak, lumbal 3 gacha bo'lsa, chap buyrak lumbal 2 gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa shaklda. Pastroqligini aytib o'tdik. Xo'p, bu skletotopiya. Endi a'zoni tuzilishi haqida gaplashsak. Quyidagi yuzalar farqlanadi. Fasis anterior, fasis posterior, ikkita old va orqa yuzalari tafovut qilinadi. Demak, yuzalar shunaqa. Uchlarni ko'radigan bo'lsak, uchlari buyrakning uchki tomoni extremity superior, pastki tomoni extremity inferior. Bu ikkita uchi tafovut qilinar ekan. Mana shu yuqori hamda pastki uch extremitas deyiladi lotinchasiga. Endi chetlarni ko'radigan bo'lsak, margo anterior cheti, margo lateralis cheti, ya'ni oldingi hamda lateral chetlari tafovut qilinar ekan. Endi segmentlarga to'xtasak, buyrakda quyidagi segmentlar tafovut qilinadi. Xo'p, segmentlar, segmentum superius ranglar bilan ajratilgan, ko'rishimiz mumkin. Bu orqa tomondan baholaydigan segmentum superius, segmentum inferior hamda segmentum anterior hamda posterior segmentlar bor. Segmentum anteriorning o'zi esa ikkita segmentga tafovut qilinadi. Ya'ni ular oldingi hamda orqa segmentlar, yuqorigi hamda pastki segmentlar, segmentum anterior o'zi superior inferior segmentlarga tafovut qilinar ekan. Xo'p, bu segmentlar shular. Endi gelium renalis haqida gaplashsak. Gelium renalis, ya'ni buyrakning kirish qismi darvozasi, gelium darvoza hisoblanadi. Buyrak darvozasi. Buyrak darvozasidan quyidagilar kiradi. Ya'ni buyrakning old tomonida darvoza shaklida, endi shunaqa nomlangan gelium renalis. Kiruvchilar qaysilar? Arteriyalar kiradi.
hamda limfa tomirlar chiqadi. Arteriya hamda nerv kiradi. Chiqayotgan narsa esa vena hamda limfa tomirlari chiqib ketadi. Kirayotgan ko'rishimiz mumkin. Arteriya renalis bo'lib kirib, vena renalis bo'lib chiqib ketadi va vena renalis vena cava inferiorga borib quyiladi. Mana shunaqa shaklda ekan. Xo'p, sinus renalis. Sinus renalis demak buyrakda o'sha sinus bo'shliq hisoblanadi. Bo'shliqni esa quyidagilar tashkil qiladi. Buyrak jomi, pelvis renalis tashkil qiladi. Buyrakning jomi. Shunaqa shaklda. Qoplamadan ko'radigan bo'lsak, bu alohida ahamiyatga ega, chunki bu qoplamalar buyrakni fiksatsiya qilishda ham, buyrakni o'sha retroperitoneal joylashgan buyrakni ushlab turishda ham katta ahamiyatga ega. Endi qoplamalarni ko'radigan bo'lsak, mana bu rasmda ranglar bilan yoki o'sha alohida sxema tarzida ko'rsatilgan bu parenximatoz bo'lgan buyrak deb tasavvur qilsak, buyrakni birinchi bo'lib fascia renalis qoplab turadi. Fascia renalis bu fascia indabdominalisning bir qismi hisoblanadi. Rasmda yozuvlarda ko'rinmagan, ya'ni mayda yozuvlar, demak buni prezentatsiyada ko'ra olishimiz mumkin. Kapsula adipoza bu yog' qatlami hisoblanadi. Bu buyrakning orqa tomoniga, ya'ni fascia posterior sohasida qalinlashib, yog' qatlami qalinlashgan holatda corpus adipozum pararenalini hosil qiladi. Va kapsula fibroza bor, buyrakning o'zining xususiy qoplami hisoblanadi. Yani fibroz qatlam bilan qoplangan. Fascia renalis esa qizil rang bilan ajratganlik ko'rishimiz mumkin. Fascia indabdominalisning bir qismi sifatida. Endi mana shu fascia renalisni bir tushuntirib o'tsak. Ikkala buyrak parenximatoz a'zo sifatida ko'rsatilgan ikkala buyrak va fascia indabdominalis bir qismi bo'lgan fascia renalis quyidagicha qoplaydi. Uning ikkita varog tafovut qilinadi, anterior hamda posterior. Ya'ni yuqorigi varog hamda orqa varoqlari tafovut qilinadi. Endi bu yerda ranglar aniq tiniq ko'rinmagan, lekin shunaqa qoplamalar bor. Fascia anterior ko'rishimiz mumkin. Vena cava inferior hamda pars abdominalis aortaning ustidan o'tadi. Ikkita buyrak tomon bor, uning fascia anterior tomonidan aylanib, fascia posterior tomonga o'tadi. Orqa tomondan muskullardan ajratadi. Quyidagi muskullar. Bu yerda musculus quadratus lumborum hamda musculus psoas major minorlar bor, ya'ni umurtqani ikkita chetida. Va o'shalardan ajratadi buyrakni hamda umurtqaga borib yopishadi. Mana shunaqa shaklda ekan fascia renalis. Bu qoplamalar haqida edi. Endi buyrakning makro tuzilishi hammasi gaplashildi. Keyingi videoda buyrakning ichki tuzilishi haqida gapirib o'tamiz.